Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Mana bugun 26-aprel 2025-yil, Xudo xolasa, Samarqand bozoridan, Jumlamon bozoridan ona bola sigirlarni narxlarini tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoda kamchilik bo'layotgan bo'lsa oldindan uzr. Obuna bo'lib qo'yib, kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar, faqat foydali videolar chiqadi. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Mana shu ona bola sigir savdosi bo'lyapti. Necha bo'lyapti, tog'a? 28 million. 28. Necha bo'lyapti aka? 35. Bolasi o'tkazmas. Nechinchi bola? Bolasi sana nechinchi? Suti nechta ekan aka? Barakan bormi? Yo'q. 15 ta suti bor ekan. За это время, блядь, они по 500 килограмм мяса сделали. 28 millionga berilmayapti. Bolasi orqacha 3-chi bola ekan. Oppoq mol chiqibdi. Aka nech bo'lyapsiz sigirda? Nech bo'lyapsiz? 40 deyapmiz. 40. Nechinchi bola? 3-chi bola. 9chami bolasi? 9chi. Suti nechta ekan? 20 ta. 20 ta. Bozor nima dedi? Bozor har xil qilyapti. 33 gacha. Inasnisi bormi? 40 million deyilyapti. 3-chi bola ho'kizcha ekan bolasi. 20 ta suti bor deyapti. Bozor 33 millionga chiqibdi buni. Bozorda odam ko'p, lekin ona bola sigir sal kam tushganga o'xshaydi bugun. Bozorda eng avji payti vaqti hozir. Bu mesni ham emas bu. Qarodasi ham gibridga o'xshaydi bu. Bo'ldi. Nech bo'lyapsiz buni? 32 deyapmiz. 32. Bolasi nima buni? Bolasi urg'ochimi bu? Urg'ochi. Nechinchi bola? Buni nechinchi bola edi? Bu 5. Bozorga chiqadi. 5-chi bola. Sut nechta? 15 ta javob. 15 ta. Aka yaxshi bo'lsa. Bozor nima deyapti buni aka? Bozor shu kelgansi. Ya'ni nech pullar bo'lsa beradi? Nomer qoldiramiz, telefon qiladi. Kelishamiz telefon bilan. Qancha qildi bozor? 27 qilyapti, berilmayapti, ha? Telefon nomer ayting. Telefon nomer Bu qarang, men oq bilan mana shu ikkalasiga bitta, ayting. 99lik 798 87 84. Shu nomerga aloqa chiqasizlar. Qahramon 5-chi bola ekan bunda. o'n 15 ta suti bor deyapti. Shu nomerga aloqa chiqasizlar va oq sigir bilan mana shuni ikkalasining egasi bitta ekan. Qanchaga sotib bo'lyapti? 29. Mana shu, ha? Bolasi qaysi ekan u? Qaysi bola? Mana bu bolasi, tog'a? Urg'ochmi, ho'kizmi? Nech bo'lyapsiz? 35 deyapti. 35. Bu endi Nechinchi bola ekan? Lekin sir katta ekan-u, yelinlari sanolar suskasi salmaydi ekan-da. Suskamaydi. 27 qilinyapti. Qayer bo'li? necha chiqar? Ha, aka ne bo'libdi bu? Ne ekan? Qanday? To'g'an, ha? To'lat. Aka nechinchi bola bolasi? Ikkinchi bola. Tug'ilgan deyapti, lekin ikkinchi bola. Yarim qo'ydirdim shunday. Aka nech bo'lyapti sigirda? 40 deyapmiz aka. 40. Nechinchi bola? Uchinchisi. Uchinchi bola. Sut nechta?
15 ta 16 ta. 15-16 sutga javob. Bozor nima deyapti aka? 30-31 qilyapti. 30-31. Urg'ochmi bolasi? Ha. Bolasi urg'ochi. 40 deyilyapti, 30-31 qilinyapti mana shu sigir. 3-bola. Savlat juda katta ekan sigirda lekin. Aka necha qildingiz buni? 22 million so'm. 22. Sizda necha deyapsiz? 30 million. 30 million deyapsiz, 22. Nechinchi bola? 4-bola. 5-bola? 4-chi. Urg'ochimi bolasi? Qacha? Ho'kizchi. 4-bola ekan. İşten yürüme atıp gidelim. Ne kadar bu çıkmışlar bir diye getirdiler. Dikkat hangi de kerek yapmasak ya. Sütü nechta sütü? 15'te? 15'te sütü var deyapsiz. Kecha olib keldim sizlarga zakaz qildim. 4,5 million. Aka shu ichadan nech pul ekan? Aka ikkinchi bolasi, ho'kizcha bolasi. 6 ta suti bor, 23 million kami bor. 6 ta suti bor, ikkinchi bola 23 million kami bor. Urg'ochmi, ho'kizchami bolasi? Ho'kiz bola. Ho'kiz. Bunisiki ola ho'kizcha. Ikkoy ham bir xil standart narsa, ha? Standart mollar. Narxi ikkoy ham 25 million bunisi. bunisi 25 million. Bozor nechidan qilyapti aka? Hamma har xil so'rayapti, stasiyaga qarab. Qanchagacha bo'lyapti? Bo'ladigan 19 gacha so'rayapti. 19 gacha. Biror nima qo'shsa beriladimi? Kelishamiz aka. Biror nima qo'shsa beriladi. 25 bilan 24 deyapti. Yettita, 6ta suti bor deyapti. Ikkalasini ham. Bolasi u tomonda. Bosh qismini ham o'ymal. Ho'kizlarni ham o'ynayin, bolalarini. Qaysi bolalari buni? Olaniki qora ko'ktiki. Mana shu qora mana shu itga kelgan. Mana bu olaniki ekan. Bu shved ham ko'k mol ekan, qandaydir rangi ne обычный juda. Ho'kizchaman qara. Ikkalasi ham ho'kizcha ekan bolasi. 26 deyapti. Shuni ham bo'ldi. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Alasi. Men olaman. Necha qilyapsiz oxiri? 9 million so'rayapti. 19 million so'ralyapti. Siz 25 million deyapsiz. 25 ta. Ozgina qolibdi-dan aka. 19 ga savdo bo'lyapti mana shu. Aka qaysi savdo bo'lyapti? Bu qorami? Nech pul deyapsiz? 29 million. 29 millionga savdo bo'lyapti, shundaymi? Asal ki baraka deb. Ki baraka deb. Siz necha deyapsiz aka? 35. Keling baraka deb. Asal keling. Chiroyli. Nechinchi bola tog'a bu? 3-chi bola. Ho'kizchami, urg'ochimi? Urg'ochi. Mana nechta suti bor? 15 ta suti bor. 15 ta suti bor. 29 millionga berilmayapti. O'zbekistonning moli ekan. O'zbekiston prezidenti. Mol zo'r mol ekan lekin juda ham. Ha, bolasi. 29 ga berilma. Aka qancha 29 ga qancha qo'shilsa beriladi? 30 dan oshsa sotiladi. 30 dan oshsa sotiladi. 30 ga ham berilgan yo'q deyapti. 15 litr suti bor. Mol yaxshi mol ekan. Ko'rsatmasin. Qo'qa qaysi savdo bo'lyapti? Necha qilyapsizlar buni? 400 kam 17 million. 400 kam 17. Bormi baraka? Bor bo'lachak. Ho'kizchami? Nechinchi bola? 5-chi. Sut nechta? Sut. Bormi baraka aka? 6 ta. Nech pul deyapsiz siz? 25 million. 25 million. Sirojiddin o'z. 25 million deyilyapti. To'g'ri tushunaysiz? Shunga to'g'ri kelar. Xudoylik gapira.
Tishlarni. Tish qanday ekan? Odam ustiga oyoq botma endi. Tish to'lgan. Men undan o'tolmayapman. Bozorda odam ko'p, lekin sigir sal kamroq tushgan. Odam realni bugun juda ko'p bozorda. Chunki o'tgan hafta yomg'ir edi. O'tgan hafta yomg'irda reklama qilishda ham imkoni bo'lmadi. Keldim-u bozorga qaytib ketdim lekin. Shunchalar yomg'ir ko'p yog'ayotganda hamma bog' mashinani ichiga tiqilgan, reklama qilishda ham imkoni yo'q. Endi normalniy chiroyli ham chiqmasdi. Aka nech pul qildingiz? Nech pul? Bunimi, qoranimi? Qizildimi? Nech pul qildi? 17,5 so'rayapti ekan. Mana shu qizildi. Bolachasi bu mana. Nechinchi bola aka? 4-bola. Nech pul deyapsizlar? 23 deyapti. 23 deylar, 17,5 ga savdo bo'lyapti, berilmayapti lekin. Bolasi urg'ochimi? O'kischa ekan. Ha, o'kischa. Taylar o'yinlarga. Bir xalq mazza qilsin ha. Sut nechta ekan sut? 6 ta suti bor. 17,5 ga berilmayapti. Aka sigirlarni ish bilan deyapsiz. 18 dan. Nech tuqqan mana shu qorasiga? 4-bola. Sut nechta? 7 litr suti bor. Bola o'kischami, urg'ochmi? Urg'och. Bundachi? Bunda Nechinchi bola? bola. Birinchi bola sut nechta? 4 litr suti bor ekan. 4 litr suti bor. Bozor nechidan qildi? Hamma har xil so'rayapti. Birov kelyapti, 10 so'rayapti, birov pastroq so'rayapti. Necha bo'lsa beriladi? 17 bo'lsa, pastroq. Yerga qarab, katta gapirish kerak. Telefon nomerni ayting-da, mana shu sigir 99lik 113 1205. Mana shu nomerga aloqa qilsangiz, mana shunday bir aka telefon qilib so'ragandi. 4-5 tuqqan sigirlar bormi deb. Shu nomerga aloqa qilib ko'rasizlar. Nech pul deyapsiz aka bu sigirni? 36. Bolasi urg'ochimi? Sut nechta ekan? Bolasini tashlab 10 ta. Bolani tashqari. Nechinchi bola bu? 4-bola. 4-bola. Bozor nima qildi? Bozor 31 gacha so'rayapti. 31 gacha so'ralyapti bozor. Bolasi ham lekin juda uzun ekan mana. Bozor 31 gacha qilyapti. Boladan tashqari 10 ta suti bor deyapti. 4-bola. Bolasi ham orqasi tur bo'lsa chakka ekan lekin. Aka telefon nomeri ayting. 90lik 450 450 31 32. Shu nomerga aloqa qilsangizlar, bu yana bormi barodar? Shuni yaxshi sigirlardan sizlar. Tushib qoladi bizlarga. Tushib qoladi. Telefon qilasizlar. Chiroyli sigir ekanligi. Aka qaysi savdo bo'lyapti? Faqat qimmat mol emas, arzon mollarni ham olamiz. Nech qilyapsiz aka buni? Nech pul qilyapsiz? 220 million. 220 million. Nechinchi bola? 3-bolasi o'kischa. Sut nechta? 8 ta 9 ta bor. Hamma odam qarasa. Yaxshi narx qilibdi aka lekin. Yaxshi narx qilibdi. 220 million deyapti. O'kischa ekan bolasi.
Qaysi savdo bo'lyapti? Manami? Buni savdosi bo'lyapti ekan. Savdosi bo'lyapti buni? Yo'q, Shu bitta. Aka nechi pul qildingiz? aytyapman, yer so'raganini qo'shyapman, qo'shimga berdim. Ikkita qo'yim bor, shuni ham aka, bozorchi. Ayli. 20 qildingizmi aka? 20 millionmi? 21 so'm. 21. Bor. Aka, 21 millionga so'rabdi lekin. Yomon so'ramabdi, 21 million. Bozorda u tomondan bu tomonni sal qimmatroq bera olmadimanda. Bolasi qani buni? Ana qizilmi? Ho'kiz chamirg'ochmi? Buni ochish nechinchi bola? 3-chi bolasi. 3-chi bola. Sut nechta beryapti? Sut 7 ta 8 ta beradi. 7 ta 8 ta beradi, 21 million shuni dadangga ayt. Bu bundan zo'r narx qildi lekin bola. 21 yomon zo'r so'rabdi. 21 ga savdosi bo'lyapti ekan. Nech pul deyapti ekan bu? 20? Nech tuqqan ekan bu? 20 million deyilyapti, 2 tuqqan. Yakka sigir lekin. Bozor nech so'rayapti aka? Bozor har kim har xil aka. Biri 13 deydi, biri 15 deydi, biri. Suti ham borga o'xshaydi buni. 8 ta suti bor, suti bor-da buni. 8 ta suti bor. 2 tuqqan, ha? Aka qaysi savdo bo'lyapti? 5 Shu savdo bo'lyapti. Nech pul aka? Nech pul nima bo'lyapti? 16 deyapman, men 13 qilyapti. Ma, qalbim bo'lsa berasanmi? Yo'q. 200 dollar beraman, 200 dollar. Bo'lsiz qiling. Kapaymen sen. Nasıl ber? Nech qildi? 13,5 mi? Ha. Nech tuqqan ekan bu? 2 tuqqan deyapti. 2 tuqqan 13,5 ga berilmayapti. Aka qaysi sotildi? Qaysini oldingiz? Ha, mana satıldı, bu satıldı. Ha, nechiga ketdi u? Şirin. Nechiga ketdi? İşine salamıyorlar. Sana barakasını içerim. Hep mallarından devam eder. Şirmin ayı. Qara gazdan chiqasan dedi. 15 million ketibdi mana shu sigir. Ha, bola chaqasi. Nech puldan deyapsan, yigit sigirlar? Mana 12 deyapman. 12 million, bunisi-chi? Bunisi 20 million. Nechtadan tuqqan bular? Bu birinchi tug'ishi va 4-chi tug'ishi. Bu birinchi tug'ishi va 4-chi tug'ishi. Bu yerda hozir yakka sigirlar olyapmiz. Shunga ham e'tibor qilaylik. Bozor nechidan qildi? Buni 16 qilyapti, buni 10 qilyapti. 16 ga 10 qilyapti, ha? Ikkalasining ham suti bormi? Yo'q, suti yo'q. Mana o'sha 4 ta suti. Buning 4 ta suti bor, bunisiga yo'q ekan. Haydi. Qaqa olindimi bu? Nech pulga? 10 million? 11,5. Nech tuqqan ekan bu? İşleyapti rasmisa. Ishlayapti, ha? Suti bormikan? Suti ham bor ekan, 11,5 ga olindi. Şöyle boş. Ha, 3 oylik bo'g'oz ham ekan. Endi 3 oylik deyilyapti. Biz ana shunday sigirlar olish kerakman deyman-da. Nech pul deyapsiz, aka bu? 11,5. Nech tuqqan bu? Bir tuqqan 11,5 million. Bo'g'ozmi yo, bo'g'oz emasmi? Suti bormi yo? Su bu. Malem oyna oyna. Suti bor, ha buni? Su bu. Bozor nech qilyapti? 10 milyon. Bozor 10 million qilyapti. Bir tuqqan.
Kelishtirib beramiz, deyapti. Aka, salomni aytib yuravering. Yevropa Rossiya yurtdagilarga. G'aybi salom sizga. Yurtdagilarga. G'aybi salom. Rahmat aka. Like bosib, kommentarlarni anglab tursin, ha? Nech pul deyapsiz aka buni? 17 million deyapmiz. 17? Bu tuqqanmi, tug'maganmi? 5 litr suti. 5 litr suti bor. Nechinchi? Birinchi bola opammi? Birinchi bola. 5 litr suti bor deya 17 million. Bu firmani paroda qanaqa? Gibridmi bu nima? Gibrid mashina o'zimizniki bo'lmasa kerak. Bu gibridga o'xshaydi, firmani moli. Bozor nima deyapti? Bozor 13,5 qilyapti. Bozor 13,5 qilyapti ekan. Buni tomog'idan qarash kerak ekan. Shuning bilan mana ona bola sigir hamda yolg'iz sigirlarni videosini yakunlaymiz. Narxlar shunaqa. Yana o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Hammangizga katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.